Çolpan geldi. Kechiringlar juma kechikib qoldim. Qat'iy ayibga buyurmag'aysizlar. Men shu asli faqat kechikmaydim. Bir ish bo'lib qoldi. Shu ishim tugitib kep bo'g'icha sal bir ayol bo'lib qoldim. Ammolar bilasizlar, meni shu riyosatchi deb bilasizlar deyman. Ancha-muncha uningdan boshqa shu naqshi ijodiyat bir ishtirlarni shug'ullanib qo'yatyapman yaqindan beri. Uningdan boshqa yana ovoz beradigan bir ishlarni qilib qo'yatyapman qaranglar bir tarjim kinolarga. Taklif bilan bir sinab baqaylik deydigan bir qiziqishlar bordi. Endi mush bir fursat o'qib shu ovoz berib qaytib keldim, lekin men mushni bek his qildim. Ovoz berish bek tez ishkan juma, bek tez ishkan. Mushni qilib baqqanlar bu qasa his qiladiga, uning ustiga bu jafosi to'la, alovati bek oz ishkan muchu ovoz artistlarniki. Shunaqa mush peshqadam ustozlarimizga qayta bir hurmatlarimizni ifodalayotgan bo'lsak deb o'ylab qoldim. Shu vajidan bugun programmamizga yana bir katta peshqadam ustozimizni taklif qilib qo'ydim. Bu ustozimizni hammalar taniymiz. O'zidan bakrak ovozi bizga bek tanishdik deb o'ylayman. Hamid Olimjon akamni bilamsizlar? Bilmaydiganlarmi bordakmi nima? Ovozini anglasanglar cho'qim bilasizlar. Unda bo'lsa, darxallan bir taklif qilib o'tay, o'zini bir ko'ramdik. Unda bo'lsa 2023-yillik Abida Çolpan keldi programmamızdan bugünkü alayda saniga alayda taklif bilan qatnashgan ustozimiz bo'lsa, Şinjan televiziya stansiyasininki peshqadam ovoz artisti. Shundaqla yurak qat-qatimizga yaqinliq ovozlar o'rnab ketgan bizning peshqadam ovoz artistimiz Hamid Olimjon akamiz sahnimizda. Marhamat. Özün salamet olsun. Yaxşı. Bir çoğurak yakıp bir Ovozing chiqmayotganda. Chiqyapti da. Hurmatli tomoshabinlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Obdan to'dangmi? Kino ko'rgandek bo'tansizlar ya. Hamidjon, o'zingiz yaxshi to'dingiz, salomat to'dingiz. Shera kino aka. Mendan bak qaçdingiz lekin. O'ltag'il oldirib ketdim. Eli o'tirmiz. Aka, uzundan beri ajab bir ovozingizni anglab, chiroyingizni faqat bir ko'rishga muyassar bo'lamagan to'q. Ma programmamizda oxir yuz ko'rishdik aka. Qanday hissiyat bo'lyapsiz? Ben yaxshi his qilyapman. Meni ko'rib xush oldingiz aka. Ma programmamizni bundan burun ko'rib baqdingizmi? Ko'rib baqqan. Netsan ko'rdingiz aka, raska qiling ha. Men netsan ko'rganim esimda yo'q, ko'rib turman lekin. Ko'rib tursiz. Ovoz artistlarininkin lamela qilib naqshlar bilan ko'rib turman. Ko'rib turamsiz. Qanday baho berasiz aka? Yaxshi. Bu programmani ayt yaxshi chiqibdi. Rahmat aka. Ko'milib qolgan ba'zi biz tonimaydigan yoki tonish bo'lsaqmi, ko'rib boqmagan nurg'un odamlarni ko'rdik. Bek yaxshi chiqyapti bu programma. Rahmat aka. Sizda mushta peshqadam. Men rahmat aytman. Voy rahmat. Nurg'un artistlarni, nurg'un boshqalarni ko'rib turyapman. Buningga sizlarga rahmat aytman. Voy rahmat aka, sizga rahmat. Sizlarga mush xalqqa nurg'un peshqadamlarni yoki talantlilarni mush sahnada tanishtiryapsizlar. Buningga men sizlarga rahmat aytman. Rahmat aka, rahmat. Aka, siz shu odatni faqat ziyorat qabul qilmaysiz-ku? Men sal ta'tinchaqchi ziyoratni qabul qilib ketaman. Sizni ashtadan oldim, lekin bu bizniki tunji uchrashishimiz aka shu. Lekin ko'rishib his qildim aka. Ta'tinchaqroq. Xijlab qolmanchi bu. Men o'ylayman aka, lekin ovoz artistlarniki hammasi aktyorlikmi bo'ladi deb o'ylaydi ekanman. Bo'ladi. Aktyorlikmi, menmi aktyorlik qilib baqdim. O'yin bo'ladi ekan. Lekin bu ta'tinchaqlik menda bo'lgandan keyin ba'zida bek ichilib ketamayman. Unda o'z aktyorlik bo'ladi aka, masala yo'q ha. Bugun qiynayman-ku unda o'z. Masala yo'q. Eli itot o'ynashni bo'ladi. Rahmat aka, unda oldi bilan shu uzun yillardan beri sizning ovozingizni biz anglab cho'ngildik aka. Shaxsan men davrdashlar anglab cho'ngilgan bo'ldik. Siz bilan tanqirdoshlar bo'lsa, ish qilib qandalam 7 yoshdan 70 yoshgacha deyalayman, kesib deyalayman. Sizning ovozingiz hargiz notunish emas. Siz ekranga chiqib bermaganligingiz uchun balkim bir qarab tunab bo'lamasligi mumkin. Lekin ovozingiz har qandig'imizga tunish deb aytalayman. Kichik vaqtlarimizdan tortib karton film, tarjima film, ish qilib qanda televiziya, teatr, qanda bir filmlar bo'lsa, ish qilib Hamidjonning ovozini anglaydim men. Bak amroq bir ovozdi. Qandaroq odamlardi deb o'ylaydim aka. Mana cho'ng'ilib o'zimning orzu armonlarimga yetib, mushta bir sahnada sizlar bilan, ustozlar bilan birga tura olganligim men uchun bir baxt aka. Yana bir qaytim rahmatimni bildiraman aka. Rahmat. Eng oldin aka, unda bo'lsa
Mush ekran oldidagi maslahatlaringizga qarab turib bir salomingizni yo'llab o'tgandan keyin anandan davomli o'tirib bir paranglashaylik. Ko'pchilik hammanglarning salomat turmushinglarning xotirjam o'tishini tilayman. Rahmat sizlarga. Tugudimi aka? Gaplaringizmi kaltamam? Ozliq. Ma'qul aka, unda o'tirish teklif etay. Muyagirak aka, yomon qochdim. Ondan tatincha olamsiz aka. Bir to'y qo'yqandaklar, ha? Burun zamandagilar akaylik to'y qilsa shunda bo'ladi ekan. Ha, shu sal tortinib qolamiz burun zamandagilarcha. Shu to'y vaqtida ash kayfiyatdan chiqamabsiz aka siz. Qaysi kayfiyatdan? To'y qilib bo'lgansiz. Chaqchaqma qilib qo'ydim. Hamda shu programmadagi mening xizmatim shunda bir gap sap berish bo'lgandan keyin oldikeni bir gaplarim ortiq ketib qolsa chaqchaq deblam tushunishingizni umid qilaman aka juma. Hargizlik adabsizlik qilgan emas. Aka unda bo'lsa burunda tatib abaymi dedik. Mush Hamidkamning ovozini biz ko'rib cho'ng bo'ldi, anglab cho'ng oldik. Hamidkam bilan mana 100 tirani ko'rishibdik. Bugun naytda biz uchun bir yaxshi ahamiyatli bir kun bo'lg'isi deb shu umidlarda bo'lyapmiz aka. Lekin siznimi hamda shaxsan o'zim bir tushunib baqsam deb o'ylayman-ku. Mayli mush turmush ishlaringizni, sizning balliq vaqtlaringizni, o'quvchi vaqtlaringizdan tatib xizmatga chiqqan vaqtlargacha mush jarayondagi qiyinchilik, ba'zan bir yo'liqqan masala, chiqib kasbiy jihatdan, turmush jihatdan har qanday bir ishlaringizni bilishni xohlaymiz. Bugun shunlashqa chaqirib aytib oldim seniga aka. Deb beramsiz? Bo'ladi, deb beray. Unda biz balliq vaqtlaringizdan boshlanib bir kelaylik aka. Mening jutum Aqsu Uchturpan noyasidan, Güzel Uchturpandan. Men shu yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan, boshlang'ich o'tir maktablarni shu yerda tugatib, keyin banki maktabga keldim. Kasbim bankir. Banki maktabini bitirib, bankirligim tushib qoldi. So'l san'at bankida ishladim. Men shu kinolarga bek amroqchi. Bo'libmi shu Sargardon filmini ko'rishni necha qatim ko'rdim endi shuni. Mush Rajab Toji akimizning baga ovozini shunda yaxshi ko'rib o'zim. Iyda, deydiganmi? Ajoyib beribdi. Do'rab ketdim shuni-chi. Do'rab bering aka unda. Javobgar Raji. Sening sotda deydigan boshqa gaping bormi? Bor. Sotchi so'roqchi apandilar. Men tunji qetdim so'z qilish huquqiga erishdim. Shundaqla odam o'ltirgandan keyin ondan erishdim. Sizlar meni jazolash bilanlar butkul dunyodagi azob uqubat chekayotgan kambag'al bechoralarni azob uqubatdan qutuldirib qola olamsizlar? Sizlar meni o'ylamay, o'z farzandinglarni o'ylanglar. Mana bu bolalarni o'ylanglar. Ben imtihanımı şunu doğrab berdim. Yığlaş, külüş, her qaysı cihetlerden imtihan aldı. Bizden hürmetki sazaver ustazımız Abdurrahman Asad şunda bir gapni qilgan. Bu ormanga suv quydigan ish emas. Bu ma yaqinimda ma o üzemning tuqqindi deb akirib oldigan emas. Bu butkul bir millatga vakillik qiladigan ovozni tanlab ishlatamiz. Bu shunda ish tanlashda har qandag'inglar mush o'zingning karomatiga iqtidoriga tayinib imtihon beringlar deb topilgan. Shu vaqtda necha yuz odam imtihon berib tanlandik. Ustozimiz Abdurrahman Asad shu vaqtda bizdan peshqadam ovoz artistlari bor. Bizni tanlaganda shu ovoz artistlarining ichida yana kam qolgan ba'zi obrazlarga tushadigan yana obrazlarni tanlab qabul qildi. Shuning bilan biz 93-yili ovoz artisti bo'lib qabullandik. Shu odamning gapi bilan imtihon berdik. 93-yil qabul qilinib, ma hozirgacha nurg'un ovozlarni berdik. Buning ichida qaysi xalqimizga yaraydi, yaramaydi uqmayman. Lekin obrazni voyaga yetkazib bersam deb tirishyapman hozirgacha. Menchi bo'lganda aka bu ovozingizdan bu bek alayidligi bor bir ovoz deb o'ylayman. Men masalan ancha-muncha ovozlar kirpaqdim dedim-ku aka, bu hargizlik deb qo'yganlik gap emas. Biroz kirpaqqan. Masalan shu Hindistonning tarjima filmlariga, anlatgan karton filmlarga ovoz berib baqqan. Sizlar bizmi bir kino berib baqqan ekanmiz. Iliq hozir ovozni berib qo'yib ketadigan bo'lgandan keyin aka, iliq bevosita uchrashmaydigan bo'lgandan keyin shu ovozdan anglab, "Vo, mahkamizmi ovoz beribdi, men kinoga" deb qolgan shu vaqtlarda. Lekin sizlarning peshqadamdek sizlardek ustozlarninki oldida aka, bizning ovozlarimiz yomon chonidi ekan-ku. Shuni qarab o'ylab qoldim, "Ey, deb biz mos kelmay ekanmiz. Bizning ovozlarimiz texvonda pishib yetilmabdi. O'nchilik darajada emas ekan" deb shunda bir o'zimizni kamsitish tuyg'usi bo'lib qoldi aka. Unda desak bo'lmaydi.
Biz endi peshqadam ovoz artistlari pensiyaga chiqamiz. Bundan keyingi avlodlar yetishib chiqimiz bo'lmaydi. Hergiz o'zimizni men qilolmayman desak bo'lmaydi. Chuqum qilaman deb bir ishni orzu qilgandan keyin shu ishni qilaman deb bel bog'lasak, chuqum shuning voyiga yetimiz. Bo'ldi. Orzuyimizga yetimiz. Hergiz men qilolmayotganman deb mayuslanib chetga chiqib olsak bo'lmaydi. Lekin sizlarning ovozlaringlar ishda bo'lib qoldi-ki aka. Sizning hozir gapayotgan ovozingiz xuddi bir kino ko'rgandek bo'lib qoldi-ki adam. Lekin bizlarning unda ta'sir berishi kerak ba'da. Biz peshqadam ustozlarimiz ashundaq o'lchamlik ovoz chiqarishni talab qilib, biz har qanday gapni o'lchamlik qilamiz deb ashunga tirishimiz. Hatto men mangsammi ba'zida o'zim gap qilib, yangi ovoz artisti bo'lganda ketib beribmi, ma'lumda desam bo'ldi ekan deb o'zim shuning ovozi yurib baqdim. Gapni butun qilish, doni qilish bu ovoz artistlarining burchi. Aniq doni hissiyot tushirib berish bu bizning burchimiz. Sizning o'zingizning ovozi qanday angladi aka o'zingiz? O'zimga shu odatdagidek endi. Odatdagidek hech qanday alaydi bilinmaydi. Alaydi bilinmaydi. Siz boshqa ovoz artistlarininki ovozni yaxshi ko'ramsiz unda olsa? Yaxshi ko'raman. Anglab bey, mening ovozim oshtaroq bo'lib qolsa-chi demsiz? Oshtaroq bo'lib qolsa-chimi deyman. Lekin biz qabul qilingan ovoz artistlarining hammamizning bir-birimizga o'xshamaydi. Şoňa rangdar chiqqan. Masalan, sizninkiga mening ovozim o'xshab qolsa bo'lmaydi. Siz bir personajni bersiz, men yana bir personajni beraman. Biz ikkilimiz shuning xarakterini yaratib beramiz. Şoňa sizni men doğursam, siz men doğursangiz bo'lmaydi. Sizning ovozingiz o'zingizga xos, mening ovozim o'zimga xos bo'lishi kerak. Siz kasbiy tarbiyalanmaganmi aka bu ovozda? Ovozda ustozlarning tarbiyasini olgan. Ash kirgandan boshlab tarbiyaligil turibdi shu ustozlar. Lekin muntazam maktablarda unda kasbiy maktabda o'qimayman. Banki kasbida o'qib qolibdi ekanman. Shunga mush ketib berib ovoz berish jarayonida, xizmat jarayonida mushundoq tajriba to'plab. Unda bo'lsa bir tarjima kino ovoz bersangiz qancha pul? Uni manch pul degil olmaydi hamda. Lekin mening his qilishimcha aka, bu yomon to'vanka. Men ashta his qilib qoldim. Jafosi bek chiqga buniki. Japasiga tushliq alovati ko'ngildagidek emasga. Biz shu kasbimizni suyib, mush ishni qilgandan keyin onun bahasını tüven, juqur demek. Muş kasbimizga ishtiyoq bilan kirib ketgandan keyin ulug'i bek qarab ketmaymiz endi. Muş kasbimizning so'yganlikdan shu qiziqish bilan muş xalqimizga mushun obrazni yaxshi bir yaratib sunsaq deydigan orzu bilan mushunda ketib boramiz. Rahmat aka. Hozirmi ovoz beratamsiz aka? Siz televiziya stansiyasimi yoki aka hozir pensiyaga chiqdingizmi? Batıq pensiyaga xalo. O'shtami? O yeshingizni so'rasam o'tga aka. Necha yosh kirdingiz? Hozir 54 kirdim. 54 ga? O, men taxa shu cho'ng ko'rdim qoptimanda. Chosh ozoqan ekan. Ben o'zim zulib turdim buni. Rahmat aka chaqchaqmi qilib qo'ydim juma, lekin men shu shundaroq o'ylagan. Shu 50 ning to'pida badu, 51, 52 larda badu deb o'ylagandim. Ha, shunchalik. Aka unda bo'lsa, shu cho'nglar nima xizmat qildi? Dadam, apam o'qituvchi. Apam mening o'zimning sinf mas'ulimdi. Birinchi sinfni tatib apamning qo'lida qolgan. Unda cho'nglar san'at sohasida o'rta maktabga chiqqanda andin dadam matematika o'qituvchisi, dadamning qo'lida o'qidim. O'qituvchi oilasi, bizning oila. Gavjon kimning qo'lida o'qidi? Shu Gavjonda dadamning qo'lida o'qidim. Yana? Ha. Dasho'da-chu. Dasho'da boshqa muallim. Oxir ayrıldığınızda ayrıldım. Aka unda o'zi shu men texe kelib chiqishingizmi? Cho'qim shu san'at sohasi bilan azroq bir bog'lashliqqa bor deb o'ylab kelman unda emaskanda. Ma'rif sistemi iskanda. Ma'rif sistemisi. Lekin dadam akordeon chelib naqsh to'lab qiladigan. Siz-chu naqsh jihatlarda naqshini toza aytolmayman. Yag'in gapirgan aka, men anglagan. Naqshni yaxshi aytdi deb anglagan aka. Lirik naqshlarni yaxshi aytdi deb anglagandim. Naqshiga toza. Epaz yo'q. Lekin etot o'ynab bersiz juma aka elektrip ha. Rolga bo'lasiz aka, uning faqat masala yo'q-ku. Uning masala yo'q. Sizning bu tunji ovoz bergan filmingiz qaysi aka amsa? Tunji ovoz bergan filmim Singapurning Intilish degan filmida Chungguanga ovoz bergan. Uni Aryani
Az tapqılı olmaydı. Uzun bo'lib ketdi uningga. 30 yılga yakın bo'lib qapti. Chiqib men kichik vaqtimda esimni bilsam, shu chaparang palvonlarning ashda bir kartonlari botdi, shulardan ovozingiz botdi aka. Butun chiqib televiziya stansiyasida tarjima qilingan har qanday bir filmda sizning ovozingizni topa olaydik. Shirpatshadim bormi aka? Shirpatshadim. Uningdan bor. Hammasi degidek bor, sizning ovozingiz bak iliq nima deymiz, singib ketganda bizga. Shuningga mushu qanda odamdo, mushu odamni bir ko'rib baqsa qanda bo'ladi deb kichik vaqtlarimda işte deytim juma qaras ketma bu. Men yangidan kirganda bu sohaga yoshlarni berdim. Sal peshqadam bo'lganda hozir cho'nglarni beryaptim asosan. Tarjim filmlarga bekchiq bersak ha? Tarjim film ha. Mesela şu Xunjin bağlağın bekchiq bersiz qo'yman. Şunu mujib kinodir sizning ovozingizni ko'rgan. Bek tatındığınız aka. Ciddiyleşiyorsunuz aka. Qaram ko'zimga qarayamavsiz. Izchil. Men uduqmay siz uduqib ketmaysiz. Bek olmaqa. Aka unda bo'lsa hozir mushu yaqin mezgillarda beryapsiz-ku davomli. Ha, beryapman. Mushu sirtdan filmlarga beryapsiz, maxsus televiziya stansiyasidan bo'lyapsiz. Sirtnikigimi yordamlashib, aynak, ko'znak degan programmalarga yordamlashimiz hamda. Shulimi qo'limiz saqlanmaydi. Hozircha anglab turyapmiz aka. Masalan, mushu Bahubalilarmi? Ha, Bahubali bor. Shu filmlarni ko'rdinglarmi? Hamid Kamning ovozinimi? Moish moddiy taqdirlarda qo'y beshi peyziya gaplar. Yaxshi. Unda bo'lsa aka, davomlashtiraman. Hamsa mushu programmaningki muqim so'rilgan 8 savolga o'tib ketdim. Mushuning birinchisida siz bu yil qancha ishda mishadi? Batdi bu savol abayli so'rab oldim. Men faqat chidab turaman bunaqa. Bu o'tib ketdi. Ikkinchisi, hozirgi turmushingiz to'g'riliq so'zlab bering. Masalan, yengimiz to'g'riliq, anki ballar to'g'riliq. Hozirgi turmushim ayolim Emragul Hasan, o'qituvchi. 10. boshlang'ich maktabda o'qituvchi, matematika o'qituvchisi. Cho'ng qizim Xadicha Dasho'da o'qiydi. Kichiki Rufina o'rta maktabda o'qiydi. Ikki qizingiz bor ekan. Ikki qizim bor. O'g'lingiz yo'q. O'g'il yo'q. Arzuda o'tib ketib borman. Rahmat. Baxt tilaymiz. Unda bo'lsa keyingisi aka. Naq maydonda siz ovoz bergan bir necha filmning obrazini do'rab bering. Bo'ladi. Bo'ladi. Çolpan geldi. Bali rap bali. Maishmati xalligining taxt varisi. Validxon Svagamining eng amroq o'g'li, Baturlarning sardori, tangdoshsiz kalokiyaliklarni yengguchi, imkonsiz vazifalarning o'tisidan chiquvchi Amarendra Bahubali. Rahmat akam. O'zingiz dedingiz ham ya? Qo'yib bermaganda keyin. Ya, texim yaxshi chiqdi, men ekran qarab turib desak. Ekran qarab turib. Hozir cho'qim ekran bir berib o'taylik aka unda to'liqini ya. Ha, to'liqini berib bersanglar. Unda keyingisiga o'tayverayman. Ha, o'tay. Unda keyingisi aka o'xshash kasblar orasida chiqish olmaydiganlaringiz bormi? Mening hammasi bilan chiqishim asosan. Biz amroq. O'zligi bu qiziqarli kasbchi bu. Yig'lab, kulib chiqib, talog'a chiqqanda xapolab qolsaqmi jim o'tirib olib, yana birdamdila xushallik topalaymiz. Masalan, liq chiqish olmaydigan, ko'ranmaydigan bunda bir ishlar bordi. Unda ishlar yo'q. Biz shu xuddi ba'zi kasbda mundaq kapitalning o'ziramda cho'qishib qolgandek, bunda azroq ajinda surkilishib qolsin birdamdila o yo'q bo'ladi. Kayfiyatingiz ta'sir qiladi. Yetamda. Bizmi ta'sirli yeri bo'lsa, yig'laganda tang yig'laymiz, kulganda tang kulib, urushganda chin qilib urushmasak o hissiyot chiqmaydi. Ovoz bergan vaqtda yig'landi, ras ko'zingizda yosh chiqqanda. Ovozingiz bilan mustaqil qilasiz deb o'ylayman. Ovoz berib etibmi, yig'lab yiqib ketadigan ishlarimiz bor. Ovoz berib etib, hatto ovoz berib etib, bo'g'ilab qolib, shu ovozni chiqara olmay to'xtab qolamiz. Mening bilishimcha aka, burun endi hozirmi balkim televiziya stansiyasida bo'lishi mumkin. Billa o'pcha ovoz kirdigan ishlarchi. Hozirmi shunda? Hozirmi shunda. Lekin sirtda unda emas qo'yman. Sirtda unda imkon yo'q. Unda hammamiz billa berishga vaqt yo'q. Sizning mushijiat ko'z qarashingiz qanday? Asli billa bersa yaxshi chiqadi. İmkan bo'lmaganda hamda yolg'iz bersimi yana bo'laverdi hamda. Birasi og'rib qolsa yoki so'rg'an bo'lsa, uninkini tashlab qo'yib qog'olarimiz beravermasak, ish to'xtab qoladi. Surat qo'g'lish uchun cho'qim vazifa bor. Vazifani vaqtida o'rindab ko'pchilik sunmasak bo'lmaydi filmni.
Şunu vaqtida o'rinlash uchun Javob sizlar aka. aka qilishga to'g'ri keladi. Armag'aysizlar aka. Rahmat. Unda bo'lsa keyingisi sizning ovoz berishdan boshqa jihatlarda alaydiganingiz bormi? Masalan, naqsha aytamayman dedingiz. Hamda lekin aytotmay o'ynay olmayman dedingiz. Lekin boshqa bir sohalarda yoki bo'lmasa boshqa bir o'zingizning bir qiziqishlari, bir alaydiligi bormi deyman hamda. Masalan, ba'zan artistlar rassamga rasm chizishda alaydiligi aka, ba'zi artistlarimiz hamda husn xatga alaydiligi aka. Men husn xatni yaxshi yoza olmayman. Husn xatda alaydiligim bor. O'zingiz qiziqadi ekansiz. Qiziqaman. Husn xatga qiziqaman. Uyg'urchami yoki davlat tilidagi husn xatlarmi? Uyg'urcha. Ha. Davlat tili xatnimi chiroyli yozman lekin. Masalan, davlat tilidagi filmlarga ovoz kirib baqdingizmi? Uni kirib baqmadim. Kirsangiz o'zingizga ishonchingiz bormi? Unimi deb ketimiz. Masala yo'q. Ovozingizdan chiqib alaydik bo'lganiga cho'qim hamma jihatlardan tushkitdi deb o'ylayman men. Rahmat. Undan keyingisi hozirgi tor dunyosidagi shu vanxonlar qanday qaraysiz? Butun odam qiziqayotgan bir sohachu bu. Tor dunyosida hamma odam, hamma gullar basbasda echilish, hamma iqimlar basbas sayrashib ketdi. Buningga nisbatan ba'zi iqimlar agashmiga yaxshi. Bir nima demayli, o'ziga yoqmas, jimni turvaga yaxshi. Ba'zi yaxshi mazmunlarni qo'llab, uning yurak verib, uni texmi rag'batlantirga yaxshi. Ba'zi shu jamiyatga foydasiz, bizning axloqimizga yot ishlarni chiqarganda uning agashmay ham uni mutillamay jimla hammamiz yodimizdan chiqarib etsak, u shu peti uchidir. Uning anda manda deb tillaydigan yoki shuningga qarta fikr berdigan ishni qilgan sir olib ketadi-chu. Hech kim gap qilmay jimla yodimizdan chiqarib etsak, shu yo'qaydi. Mening qarshim hamda. Moda deb hammasiga agishivaglik emas. Ba'zi modaga yoqmasa agashmaymiz. Nurg'un modalar bor. Ajdodlarimizdan tortib o'zimizning yaxshi odatlarimiz, yetilgan odatlarimizni buzib, ba'zi hozir hamda kiyim-kechak deymiz. Mushuludimi? Oldingi modaga agishib ketmagan yaxshi. Mening ko'z qarshim hamda. Moda deb hammasiga agishib yasak, qog'ining mengishni ma'man deb keklik mengishni unutib qopti deydigan gap bor-ku. Shunda bo'lib qolamiz. Hozir demisimiz sizni bayqabsizda aka, shu mayli mush kiyim-kechak jihatlardan bilan shu kiyim-kechakni normal oiligimi, xalqning ko'zigimi bunda ajab obdan bo'libdi degidek mansaqlı buludu. Özümüzün xasligi bo'lishi kerak. Bundaq har bir insonning yashagan yerining territoriyasi o'ziga xos alohidligi bo'ladi. Shu alohidlikni o'ziga xos madaniyatini saqlab mansa hurmat bo'ladi boshqa yerda-chi. Shuni tashlab etgandan keyin o'zini unutib ketsa, yana uningda hurmat taz yaxshi bo'lmaydi. To'g'ri aka. Shu endi o'zimizning izzat, obro'yimizni, hurmatimizni saqlash uchun normal madaniyatga ergishib mansaq bo'ladi. Osmonga sakrab ketsak, o'zimiz olmay qolamiz-ku. Ilm fanga tirishib qiladigan nurg'un ishlarimiz bor. Biz endi o'zimiz bo'lish uchun tirishib o'rganishlar lozim hozir. Yolg'iz kiyimni o'rganmay, o'lining qayerga ketib bordi hozir fan texnik. Shuni o'rganish kerak. Shuning tirishchanligini o'rganish kerak. Cho'qim bir do'rashdan boshlandi-ku aka, har qanday bir ijodiyat, har qanday bir yangilik oldi bilan do'rashdan boshlanib, anandagi o'zlashadigan gap bu. Endi do'rash bir yaxshi ish deb o'ylayman shaxsan. Men mana shunday ko'z qarashda yaxshi tarafini, alohidligini do'rash kerak. Yaxshi ishni do'rash kerak. Endi o'zimiz o'sib yetilgan, masalan, o'sha Junxo millatlarining o'zimizningmi bir madaniyatimiz bor. O'zimizning davlatimizning madaniyati bor. Uningdan chetnab ketmagan holda taraqqiy qilishimiz kerak deb o'sha demoqchi aka. Menga shu yoqdi. O'zimizga xoslik bo'lish kerak. Rahmat aka. Unda bo'lsa, keyingisi siz eng yaxshi ko'radigan ovoz artistingiz kim o? Tanlashmi aka bu? Tanlaysiz, ikkidan faqat birini tanlaysiz. Tanlamasangiz bo'lmaydi. Birinchisi Farhod Tolib, Turg'un Qurban. Bu tez savol bo'lib qoldi. Ikkilisini shunday ovozni yaxshi ko'raman. Ikkilisimi mening ustozlarim. Shu cho'qim birini tanlang. Birini tanlay desam, bu tanlı og'zim bormaydi hozir. Bosun aka. Vaqtli. Ikkilisi shunday hurmatga sazovor ustozlarim. Biz burunni tatib ashunda qiynab kelyapmiz aka. Bu ustozlarni cho'qim ko'ryapti programmani-chi, lekin hech qanday o'yla qolmaydi. Bu faqat biz hamda ashda qiynab qo'yganligimiz uchun vaqtli tanlab turadigan bir o'tgan. Vaqt tanlab tursak, ustozim Farhod Tolibmi bizga nurg'un narsalarni o'rgatgan. Ustozimdan boshqa yana Turg'un Qurban hurmatga sazovor. Bu ustozimmi mushu kasb 3 yilda tug'ilgandek shunda talantli.
talant jihatda ikkilisi qilishmaydi. Lekin Turg'unning talanti favqulodda. Turg'un kam talaysiz hatta. Rahmat aka. Unda keyingisi Qaysar Habibulla, Eminjon Eli Almaz. Qaysi? Yana tanlamdi. Ha, talaysiz. Nima O'tib ketdimi ketdi. Ikkilisi bir-biridan qilishmaydigan, chapchib turadigan. Yana dedingiz aka, ben ketgan. Tanlagan. Ovoz artistlari. Ha. Ikkilisining o'ziga xosligi bor. Ikkilisini tanlay. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi, cho'qim birsini tanlaysiz. Birsini tanlamdim. Birsini tanlaysam ikkilisi bir-biridan qilishmaydi hamda. Ha, bir vaqtliq tanlab turing. Eminjon Elini Dok vazirga ovozaga Eminjon Elini tanlayman. Qaysar kam damdikin desam Eminjon. Ikkilisi tanlaysam uni bilan Ha, o'ynashim. shu uni unutmaymiz aka. Keyingisi Avaxon Yit, Farida Rashidin. Bu mu ters sual bu vakti? Farida Rashidin ustozimizmi? Bek talantliq. Hava Xayit uningdan mı talantliq? Ikkilisi bir-biridan qilishmaydigan. Men yanala Avaxonni tanlayman. Rahmat aka. Unda bo'lsa keyingisi Gulzar Nurdon, Gulzar Abduqodir. Bu ikki Gulzarni tang qo'yganliganda ikkilisi oldin qatardiki nayta Yana da tanlag'ili bo'lmaydigan ovoz artistlari hamda ikkisining birini tanlasam Gulzar Nurdonni tanlay. Ha, rahmat aka. Tugidi aka. Ha, rahmat. Uf deytin ha bir. Keyingisi aka. Ketemdim. O yo'q. Boldurib aka, siz mushu yangi ovoz artistlaridan nimani kutasiz deydi. Bundan keyin yetishib chiqayotgan yangi ovoz artistlari bo'lmo, talantli hozir. Bir-biridan talantli ovoz artistlarimiz yetishib chiqyapti-da. Bulardan kutadiganim bundan keyin bir iz to'xtab qolmay, o'zidan mag'rurlanib qolmay, yanimi tirishib, yangi obrazlarni yaratishni umid qilaman. Rahmat aka. Unda bo'lsa aka, abay degan gapimiz bo'yicha o'zingiz dedingiz, o'sha aktyorligimni vahshiy bo'yitaman dedingiz. Vahshiy demadim lekin. Azroq. Azroq. Chiqib bo'laman dedi ya. Vahshiyni o'zim qo'shib oldim. Hamsa o'sha eng oxirida Masli shoidiga yerim bor. Shu rol o'ynab bersiz ku aka. Bo'ladi. Boshlamdiq hamsa. Boshlaymiz. Ma'lum bir temani tutiblam, hech qanday tayyorlik yo'q. Qopamdiq aka hamsa. Mayli. Bir deyishiblam. Tak. Kirang. Voy, aka qanday ahvol yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi dedingizmi? Beyakapsiz. Yaxshi aka. Yaxshi. Bu ovoz artistlarining ishxonasi mushuda? Ovoz artistlarining emas, jo'rini ishxonasi bu. Siz bo'lanmi aka? Tak. Bu ovozini tunish aka? Ben Hamid Alimjon. Voy, eyli Hamid Alimjon. Yaxshi aka, yaxshi dedingizmi? Voy, siz shumi aka? Shu. Yo, ovoz beğenmedin aka yaqindan aka? Beryapmiz, ko'ryapsizlar? Voy, yo'q, bu yaqin yo'q, bu denshi tuzuk bir kinoning tayini yo'q. Televizor ko'rmabsiz unda olsa. Yo'q. Nurg'un filmlarni ishladik. Ha. Nurg'un ovozlarni berdik. Yo'q, ovozingizni deb kino ko'rganda qildik aka. Shundami? Voy aka, bu men menda gap. Hamda iliq menda desam menda ke deb qolmang. Men bu imtihon berib o'tib ketgandan ham shu ovoz jihatlarda shu ustozlarimizmi bor bizni tarbiyalagan. O'tib ketgandan. O'tib ketgan. Yaxshi. Ovozdan berib qildik deyman. Hozirmish denishdagi bir ovozlar sir qabul qiladi. Abi dikkidi kiriblam qilsanglar 4 mingdan 8 minggacha maosh berdi deb anglab qildik. Aldaqanda. Ashnaqa Unda asan iş emas. Biz ovoz artistlari oldigan chaqib e'lon chiqaramiz. Har bir obrazdan kam qolgan obrazga tushadigan ovoz artistlarini qabul qilamiz. Ya aka, ushaq ovozga ovoz berib bilmayman. Başrol. Bunda muhim ishlaydigan bunda xizmatga adam oldi deb keldim deyman. Bunda da taqa. Bo'ladi. Ashnaqa bir nech pul maoshinglar hozir? Puldan tushamiz taqa. Deyman. Oldilar siz qaysi ovozini berib baqqan shuni bir anglab baqay. Ovoz bergan dedingiz. Xo'sh. Ovozni bergan. Aylaqa bir kino va. Qaysi kino? Qadimiy bir tarix bir kino va. Ashnodalik urushadigan bir yerlar va. Qiplamliq o'ladiganlar. Oralloh. Ya, ashna azam kamlab qapti deganda ashna bir berib chiqdim.
qilgan keyin anadagi davomli chaqirdigan bo'ldi. Ha. Ya tahlidi ovozlarga chaqirıldı men hozir. Masalan, bunda qushqochlarning, buning bundan ovozdirdigan. Qushqochni tahlid ovoz ishlaylik. Uning ovozi olmang. Siz berib baqqan ovozdan biri ariya berib baqqan qani. Nimaga berib beray? Siz nimaga bera olasiz? Masalan, siz Bahubaliga ovoz bergan aka. Ash Bahubalidek siz ovoz berganingizni sizdan oshirib berib yutayman. Mana xo'sh. Ha? Tekstek bir nimangiz bormi yo? Bor, mana shuni. Mushnodimi? Ha. Mush gapni deb bersam bo'ldi aka mana-da. Ha, deb beqma qani. Maishmati xandalliqining taxt varsa, Xolidaxon, Validaxon Sivagamning eng amroq o'g'li, Botirlarning sardori, tangdasiz kalagiyaliklarni yenguchi, imkonsiz vazifalarning o'disidan chiqquchi Amara Hindira Bahubali. Falan ekanmi aka? Siz yomon emas, o'qib berdingiz buni. Ya aka, qizanlik qilmaydim. Buni ovoz berish demaymiz endi. Nima deymiz buni? Buni o'qish deymiz. Bundan keyin yana davomli tirishib ovoz berish mahoratini o'rganing. Ya aka, bu bo'lmadimi o'zi? Bu kitob o'qish emas, ovoz berish degan. Narikan bo'la qoldi aka buni. Siz daqiqa narikan bo'lib qoldi. Bunday yaxshi berdim aka. Obrazga Siz tushdimi? baqirib sal bir buzib qo'yib ekansiz aka men. Yenik qilmasa qilmaydi, bu kichik bolalar ama deyishning oldida qilaydigan. Bunda gap. Bu ovoz maharati degan kitob o'qib berish emas. Buningda hissiyot, personajning xarakteri qandoq? Yig'layotamdi, kulyaptamdi, pichirlab gap qilyaptamdi, vaqirab gap qilyaptamdi, yo achchiqlab gap qilyaptamdi, mushning qaraymiz. Aka, magu ilaqa saqalgu vaqirab turib degan sho'ngashda debsiz-da. Men aboy vaqirayolmay qoldim men shunga. Ha. Hissiyot shundoq. Hissiyotmi vaqiramda? Hissiyotmi? Vaqirashim bor, hissiyot bor edi. Ishqib ullik ovozni bir deb berib baqayman. Men tushimdim ha. Qopapda aka mana ha. Vaqiraysiz-ku meningda. Vaqirab debsan bo'ladi. Vaqirab ha? Jalliq ha? Ullik holatda. Maishmati xandalliqining taxtvarisi. Validxon Sigamning eng amroq o'g'li. Botirlarning sardori. Tangdasiz kalagiyaliklarning yangisi. Imkonsiz vazifalarning o'tisidan chiqishi. Amarendra Bahubali. Bo'ldi akamda? Siz mendan so'ramayman, ko'pchilikdan so'rab beqma bo'ldi. Bo'lganda chavaqni bekor chambadan vaqtda. Ha? Bo'ldi? Bo'lib qoptimi? Tirishing. Tirishing. Yana bu qilinmaydigan ish emas. Tirishqandil bo'ladi. Bu ishga qatim vaqirab qo'ysangiz-da tutmaydi. Buningga mahorat talab qiladigan ish bu. Ko'ranmaysiz aka. Ha? Mendan yaxshi bo'lib ketmasin, magoy, mendan oshiryapti deb o'ylayapsiz ha? Bir adam eshib ketsin deb manda qiladigan ish emas. Bizning avlodlarimiz yetishib chiqsa, buningga biz xo'sh bo'lamiz. Og'zingizni ochda deb ketgansiz siz. Buningga jiq mahorat ishlatmasangiz bo'lmaydi. Siz olmaysizlar. Bo'ldi. Siz yana tirishib o'rganib, yana bir tayyorlik qilib keling. Yaratmadingiz aka. Emas. Bunday fikrlar kelib yurmaydi biz. Bo'ldi akam, siz o'zingiz ma'qul. Amsa uzatma, qopmang akam. Qopmang. Ma'qul. Bo'ldi akam, sen? Ma'qul. Cho'lpon keldi. Xo'sh aka, mana tayyorlik holatda shu mushindaroq bo'lib qoldi aka hamda. Yaxshi bo'ladi. Bunda hamma narsa tabiiy bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hamda qiziqchilik bo'lsin deb qilib qoldik-ku. Bunda burun qisalladimi? Biz cho'lponlarlar shu naq maydondalarmi aka, boshqa ustozlar bilanmi? Mushta o'ynab kelayotgan. Buni qilishlik sabab nima bo'lib qoldi desangiz aka. Ko'rmalarga boshdan oxir parangli kutib qolsa, qiziq qolmay qolmasin deb. Shu azroq bir kulki bo'lib qolsin deb o'ylab qoldik-ku aka, shundami? To'g'ri. Unda bo'lsa aka, biz keyingi bosqichlarga bir o'timizmi? O'tili. Sizdan boshqa tayyor, sizdan bir mo'ch ishlarni bir qilg'izib olsak bo'ladi aka sizda. Nima ishlar bor yana? Ya bu ovozingizdan bir foydalanib jiqroq bir narsa qilg'izib olamizmikin desam, Bahubali deb berdingiz shu. Boshqa narsa deb bermadingiz siz. Boshqani yana tayyorlab. Sizda ko'p qolmaydi deb yana. Tayyorlik siz olsa bo'lmaydi. Ya menda qilaylik aka bo'lmasa. Hozir shu naq maydonda
Hamitkam bana ovoz berib baqsin. Qanda? Tushunamdi. Naq maydonligimiz bordi aka. Bir sinab baqayli. Onu qilib boqmabsan qanday ola? Uni mundaq qilaylik aka. Ha. Men masalan mishada azroq yezib qo'ygan bir narsa bor da. Men telefon paranglashma. Hozir men degan gap, degan gaplar shu men qarab turib ovoz berasiz. İmtihanda o'zingiz davomlashtiramiz aka. Bo'lmasa Qani. hozir bishidiki gap munda aka. Voy, Suyimligim. suyimdigim, jon jigirim. Avval so'zimni anglang, ha? Bu ishqa men raslam qo'shilamayman. Shundaqmi? Qo'shilamayman. Mumkin emas. Tamg'i usuvarsingizmi? Usuvarsingizmi? Qararimda faqat yanmayman. Ashdan qarab turib akam dasa, bu yana. Ha. 3 Qo'rqinchli qaraysiz aka. Ha. 3 2 1. Ha. Hey. Men sizga aytsak, Ağzını müdürümüz qanda deymi buna? og'zim idirish. Ha, vay deganda vay des. Bunda tushunadi. Ma'qul. Ha. 3 2 1. Vay. Suyimligim, can jigirim. Avval sözümni angla. Bu ishqa men rasli qo'shilmayman. Mumkin emas. Tamg'i usuvarsangmi qararimni faqat o'zgartmayman. Shundaq bo'lsin ha? Ay. To'la ahmoqlik qilaverman, ma'qulmi? Men bo'lmaydi degandikin bo'lmaydi. Cho'lpan keldi deb cho'lpan keldiga qalayinqan odam taklif qilish qat'iy bo'lmaydi. Bo'ldimi? Manda qilmayman. Qanday bo'ldi? Fayz oldimi? Voy rahmat aka, rahmat. Imtihonda o'tdingiz. Muborak bo'lsin. Voy rahmat. Ya mushta naq maydonligi bo'lsa yaxshi-ku aka. Shundaqmi? Shu. Endi aka mushu davomli ko'rinmalarni ko'zda tutib turib sizni taklif qildik. To'g'ri. Sizni tushunib olsak-ki, mush Hamidkamning turmushlarini qanday bo'lganda deydigan bir savollar bor-da kalimizda. Bugun har holda bir oydan bu qoldi deb o'yladim-chu. Shuning uchun asos sizdan olmoqchi bo'lgan javoblarni hammani olib bo'ldik aka. Hozir mush kayfiyatni ko'tarishni asos qilib, mushu programmamiz nomidan bir o'yin o'ynash bir bosqichini tasdiq qilganmiz. Shu o'yin o'ynab baqamdiq deb o'ylab qoldim. Bu o'yin qanday o'yin desangiz aka, quloqqa tingshig'ish taqaymiz, so'z tepish o'yini. Masalan siz quloqqa tingshig'ish taqsangiz, men 3 bo'g'imliq so'zni deyman. 3 bo'g'imda eshib ketmaydi so'z. To'g'ri topa olsangiz sanab turib 5 tal so'zdan deymiz. Futurib o'tganlar bir chiqib berdi. Bunda o'ynaymiz. Jazosi bor, mukofotmi bor. Boshlamdiq? Masala yo'q aka, ha? Başlaq aka. Muhabbet. Muhabbet dedi. Bak adı yok qalbi var. Apirat. Abide. Apirat. Ha? Apirat. Abi hayat. Ya. Apirat. Edebiyat. Ya. Apirat. Ya. Abi tat. Tapamın olacağım kaman ya. Ha? Baş ikincisini tapamdınız. Tapam. Kingsi ya. Kingsi. Birini tipi birini tapamı ya. Telefon. Yanfon. Ya. Ha? Okşamaydı cümle ki değişi. Telefon. Telefon. Adli kapı. Harç pul. Parça pul. Pasport. Ya. Parça pul. Parçpol. En ahırkısı ya. Küldürge. Ha? Küldürge. Macaba. Küldürge. Sanala 5, 4, 3, 2, 1. Tügidi. Nemete o? Küldürge. Çöçüre. Küldürge. Atma. Boldu yaka tügidi. Hem sizdeysiz. Yakıldınız mı? Ha. Üç boğum aka. Sen gel. Ra. Mında. Ha şunlar dedim ko. Ha? Üç boğum mu? Boş kılıp aldım müzikçi. Bana çın kıpırıp da öz boş kılıp attı. Neyiz lan? Ne var? Ha makul emde de ya. Ha. Almire. Mağdayız aka. Ha. Almire. Almire.
Ama kal demesin bu. Almayacağım ha. Kiyiksin. Taş atma. Çaşkan bak degende. Nima qayta? Taş atma. Bilemedim. Bir. En arqitim. Taş atma. Men rost bilemedim ma nima? Taş atma. Sevirdin. Ağzınız bek kichik ekan. Hem akıl. Ağzın küçük ya. Sevirdin. Qayta? Sevirdin. Serverxon. Sevirdin. Sevirdin. Sevirdin ma? Sevirdin. Ha. Gülzire. Turiki. Bilemedim mani. Man bilemedim nima bu? Gülzire. Voy jon. Lekin Muhammed Kanning og'zi qarasanlar faqat bir narsa topolmay ekansizlar. Og'iz bek kichik ya. Yalan. Taş olma. Taş olma. Qayta aka. Taş olma. Toshbaqa. Toshbaqa. Emasmi? Yok. Satrashla. O't. Ye. Hemen Üç. topamadım. Taş alma. Voy jo, faqat xiyoli kelmaydigan narsa deb kelsak-a. Ben bundan bir ruxsatlarni mani o'ynab tishlayotgan juma bo'lmasa, hammasini men yig'atdim. Ben şunda asanlı dep koyuptum etiqi. Sen kelgan bo'lsam, herkes topolmaskinsa. Voy aka, men sizga tiq o'yaptiq muhabbat. Deb noyt muhabbat deb berdiganlarim deb bo'lsam, tash alma. Hangi Valla havada şunu da çıng dedim ha. Şunu da koşamlı. Şimdi mas qildigan zakat ekan. Ha, bo'pti ish qilib siz tutgan bo'ldingizmi kamalda? Sen bir oyun oynap ben. Unda bo'lsa, yaqinda bir taqatgan bir naqsham bor. He. Aşı naqshamni amsa mushu tomoshabinlar, ash ko'rmalarniki huzuriga sunib bir aytib beray. Seni quruq holatda. Undasi bo'lamdi? Bo'ldi. Cho'lpon keldi. tunji kuri bo'lganmatun sana senda buldum şeyda buldum sana tunji kuri bo'lganmatun sana sevda buldum, şeyda buldum sana. Kabul et ki aşık bu gönlümü hayatımdın aziz bildim seni. Nazenim hüsnünge buldum şeyda arminim tabet bolsam hemrah
kabi qara chechim bulaq kabi ham ko'zlaring aram baxish o'tardiga asir qildim meni mahliya parvoz qilib asmanlarda kecha kunduz xiyollarda sen bilan men bu hayotda billa hamroh armonlarda nazinim nazinim husningga bo'ldim shayda armenim tabib bo'lsam hamroh Küre boğana tüm sana sevda buldu şeyda buldu sana Tunca küre boğana tüm sana Rahmet. Yaxshi eshitdingmi? Yaxshi oldu. Naqshi ijodiyat sohasidami ancha-muncha o'zimning tirishchiligim bilan bir ishlarni qilaman deb shunday bir nishonlarim bilan menyapman emasmi? Yaxshi gap. Yomon emas, ketib bordi aka shu ishlar. Yosh vaqtlar tirishyapman. Hozir oq qog'ozdagi vaqtinglar nima o'rgansanglar, murodinglarga yetisizlar. Rahmat aka. Ügünüp turish kerak. Anlatımız 70-80 kirgan odammi, yana boshqa narsani ügünüp atmamda. To'g'ri. Şu ügünüşli qilish kerak. Sizlardek ustozlar albatta bizga ulgu bo'ladi aka har qaysi jihatlarda. Sizlarni ko'rib turib o'rgangan, sizlarni do'rab turib o'rgangan. Shunda bo'ladi-ki, üst bitligen muhitimiz sizlar bilan doim hamda yuz ko'rish bo'lmasaqmi, ekranda yuz ko'rib turib hamda do'rash bilan boshlanadi aka har qanday ishlar. Sizlarga yana bir qatam teşekkürümüzü bildirimiz aka. Hamda programmamizmi uyum bosqichlari o'tib bo'ldi, jazonimi o'rinlab bo'ldim aka. Hamda shu naq maydon qadam tashrif qilgan tomoshabinlar orasidami balkim sizdan so'ramoqchi bo'lgan savollar bo'lib, ba do'stlarmi bo'lishi mumkin. Shu Hamidkamdan ma savol so'ramay qolib qoldi, ma savolni bir so'ratsak bo'ldi deydigan menda bir do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Hamda shu tomoshabinlarga bir fursatni bersak, mikrofonni bersak, so'ramoqchi bo'lgan qanday savollaringlar bo'lsa, Hamidkamdan so'rab olsanglar bo'ladi. Marhamat. Hamidga teşekkürmi? Sizimiz Çolpan geldi programımız arkalık. Yakın ağırlıktan köyümde ben hoş alman. Mesela sizlerke muş hamragül hadimizde muş bizdek yaş vaxtınızda qanda qolga keltirgandingiz. Biz hozir men yoshlar hozir bek uchiq yorib ketdik qo'y. Mesela bunda güzel nurlar uçturup qalsak mesela. Seni yaxshi ko'rman güzel deganda bunda gaplarni deyalaymiz endi. Lekin siz mendek mushtaq yosh vaqtingizda mushu hamragülerimizni keltiralgandingiz. Mushtaq bir savolim bor. Hamidga mushtaq tortinchoq turib qonunda keltirib olgan demak shu. To'g'ri. Unda qarasam bek tortinchoq yuvosh ko'ramdi menga. Hamidkam keltirmagan. Lekin unda fursat kelganda men bek tortinib ketmayman. Talabni obdan atgan. Masalan, qanday chiroyli so'zlarni ishlatgan. Güzel so'zlar bilan talab qo'ygan. Masalan, qanday güzel so'zlar. Shunda güzel so'zini qilib kelman. Hozir bu yerda deyishga o'ylayapman. Rahmat. Rahmat. Bek yaxshi savol bo'ldi. O'sha turmushlik savollar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi.
Yaxşı Muhammadga, yaxşı Yaxşımı? Nurali, siyosatchi. Sizni Cho'lpon keldi programmasi orqali ko'rganimdan baxo'sh bo'ldim. Men o'zim san'at maktabini bitirdim, usul kasbida. Bizning ma'lumlarimiz masalan tatinma, qo'rqmay o'zingni jalilandirmandaylik, ortiqchiligingni namoyon qil deydi. Sizni sahnada ko'rib pek ilaqa o'zingizmi dedingiz, men kichigimda tatmışda tatinchaq deb sizning masalan kasb jihatlarda masalan shu ustozlar qo'rqmay qila ovozingni qo'yib o'zing tutib olma unda deb masalan tanqid qilgan bo'lsa chiqib o'zingiz bir xilay mushkasbni qilmasam bo'pti ajab bir ma'lumotlar deb qoldi deb ishda bir ko'nglingiz kelgan bir ishlar bormi shuni so'rab qo'ydigan. Yo'q, savol bo'ldi. Yangidan ovoz artisti bo'lib qabul qilinganda ba'zi kunlari so'zni deyenmagan chog'ilda voqirg'am ügetken, başka maksat emas, fakat şunu yaxşı qilsin deb ügetdi. Lekin şu vaqtdimi o'zimni naati mayuslanib, kecha uyqum kelmagan kunlarim bo'lgan. Men nima ish qilolmaydigandiman debchi. Bu kasb xato kelib qoldimmi degan kunlarim bo'lgan. Ondan yana o'zimga mush kasbga qabul qilingandan keyin cho'qim haq qilganni qila olmayman-ku degan iroda bilan o'zim tirishib, ba'zi o'zim yolg'iz qolgan vaqtlarimda mashq qilib, jiq mashq orqali qo'lga keltirgan. Yomon bo'lsin demaydi. Ustozlarning gapini anglab mushalg'i kelgan. Sen bunday keyin tirishib, ustozlarning gapini anglab, ko'nglingga olmay shuni. Menga yaxshi bo'lsin deydi-ku degan umid bilan texmi tirish mashq qil. Rahmat aka, sizning oxirida shu jaranglik ovozingizdan mangu bizning quloq tubimizda yangrab turishini umid qilaman. Teningiz salomat bo'lsin. Rahmat aka. Hamid ağa, yaxshimisiz? Bugün sizni ko'rib xo'sh oldum. Abatiyans yapacaqdınız. Meni abatiyans o'ltirib o'ylab qo'ygan nechta savolim bor deb bir tanlam emas. Shuni so'rab olsam bo'pti-ku. So'rang. Qismliq savollar ekan. Birinchi savolim masalan shu tug'ma talanti bormi shu ovozi bek yaxshi. Mushunaq odamlar bir nechilik odamlar ichidan birasi uchraydi. Masalan tug'ma ash necha 100 odamlar ichidan birisi chiqamdi yo necha odamlar ichidan birisi chiqamdi. Ash masala qiziqdim, ashuni so'rag'am ba. Aniki ikkinchi savolim, masalan yaqin shu cho'chon g'ojongda o'qiyotgan bolalar bo'lsa, ularning keyin shuna peyin yengen ovoz artisti bo'g'isi bo'lsa, ular hamda qandoq tayyorlik qilib yo qandoq imtihon birdi, hamda 正式统考高考dan başqa yilqi shu qavshini yana qanday farqi bor ashni hukumatdi. Andaki masalan yana o'zi agar bek yoqtirmaydigan yo maskanmaydigan oliy maktab kasblarni o'rgangan bolalar bo'lsa, putur bo'lib ularning yana masalan ovoz artisti bo'g'isi bo'lsa, ham sizlarning davringlarda manda yaxshi bo'lsa talinib ashna kelibdigan hozir masalan oliy maktabda ovoz birdan kasbni o'rganmagan bolalar bo'lsa-mu yana ashna ovoz artisti bulduğuna fursat bormi? Denishda kirib fursat bormi yo boshqa mandaq metihan yerlarda fursat bormi? Ashni hukumatdi. Eng oxirgi savolim, masalan shu odatga turmushda shu ovozimizni qanday qilib astirab, andan diqqat qilgan ishlar bormi? Voy, yaxshi savol. Yaxshi savol. Tug'ma talant deganimni men toza tushunib ketmayman. Lekin o'zida bor talantni joriy qildiramay ko'milib qilishdan qo'rqaman. Masalan, shuni qanday qilsam bular qila olamanmi degan so'z eng qo'rqinchli so'z. Men shuni qila olmayman desa, orzuga yetadi. Masalan, davlat tilida o'qidingiz shundaqmi? Bizning davlat tilida o'qigan artist, ovoz artistlari bor. O'sha artistlar hozir tirishib, tilni o'rganib yetishib ketdi. Buningdan qo'rqmanglar. Mushu ishni qilaman deb tirishsa, orzuni puksa ko'ngliga qila oladi. Oildimi shuning sharoit bo'lishi kerak. Maktabda so'zlashgan oildimi yana shu so'zlashaversa o'rgangil olmaydi. Oilda ona tilda ko'proq paranglashib bersa, bu yaxshi, foydali. Daha shu yerda boshqa kasbda o'qisimi, yana mush orzuni qilib, mushu tilga puxta bo'lsa, yana tirishib baqsa fursat bo'ladi. Davomli tirishish kerak buni. Qanday ola deb ikkilinib qolmay, tirishib bir boshqa chiqish kerak buni. Ovozni asrash uchun yemak-ichmakka diqqat qilib, lazat chiqsin, azroq yemayim qo'ymay, muzdek benshangdan sovuqsin elib ichib ketmay, manda qilsa o'pkinimi ovozni asrag'ili bo'ladi. Ovoz mashqi ko'proq kitobni o'llik o'qib, bag'ishlarga kirib, naqsh aytib beqib, naqshining buning zo'r foydasi bor. Shunda qilganda yana ovozni asrag'ili bo'ladi.
Hamid aka, bugun men sizni Yusran arlıqda işte yaqin turib, emniyet köygünümden bək xoş oldum. Rahmat. Men demişim şu sizden avazınız hamravmışda çoğ optum, lekin sizni Ürümçi turib tunji qatim bugun ko'rishim, shunda xoş olib ketdim. Ekranda bo'lsin, mayli televizorlarda bo'lsin, bir kinolarga o'zga faqat men sizningki ovozingizni yoqtirganligim uchun izchil shu qismni ko'rib tugitibman, o'ylab bo'lsam. Shunda xoş olib ketdim. Meni hozir o'ylayotganim, mush sizni ovozingiz hamroh bo'lib kelayotgan, sizningki tarbiyalayotgan shogirdlaringiz bormi, biz bilmaydigan. Ana ikkinchidan o'ylaydiganim, o'zining talanti bor, lekin jamiyatningki bisim sababida o'ziniki kasbini qilmay, jamiyat iqimga moslashib ketayotgan, ya'ni mush kasbni o'zini tashib etgan bolalarni bekchi atrofimda. O'zining talant bordir. Shunlashqa mush yoshlar qarta sizningki bizga bergan taklif fikringiz bo'lib qolsa, mushni bir bilib qolsam. Bizni mushundaq hurmatlab, ovozlarimizni seg'inib tug'ininglarga rahmat. Sizlar bo'lg'achqa biz bo'lyapmiz. Sizlar yoqtirib anglag'achqa bizmi qetirqinib o'z kasbimizni qilyapmiz. Ham suyunib ishlayapmiz o'z kasbimizni. Sizlarga rahmat. Endi aş yoshlarningmi davomliq boshqa kasbni qilg'ash, bu kasbga qiziqsa, yana tirishib o'rganish qilishini umid qilaman. O'zini boshqa kasbni tashlab etmay, bir tarafdan ishlagash, buningga yana mush kasbni o'rgansa bo'ladi. Rahmat. Hamidka, bugun muborak ovozingizni anglab, o'zingizni ko'rib, intayin xush bo'ldik. Mushu topda sizga mushu biz Abida shirkatimiz yangidan bozor solgan Abida Chilan Alqat sharbati ichimligi bilan yangidan bozor solgan Abida limon yalpuz gazliq ichimligini sizga sovg'a qildik. Rahmat. Salomat bo'lsin. Xo'sh, rahmat aka. Mana tomoshabinlarning so'raydiganlari tugab qoldi. Bugun bek yaxshi bo'ldi aka. Rahmat. Ahamiyatli bir san bo'ldi deb o'yladim. Chunki shaxsan men o'zimni misolga olsammi, sizlar mushundaq mushsanda o'tirib bir paranglashib baqsam, qanday bo'larmish Hamid aka bilan Yusran ko'rishib baqsam qanday bo'ladi degan bir orzu istak botdi. Bugun amalga ish bo'ldi. Sizning maslahatlaringizmi shunchalik rozi bo'ldik, xo'shalik ilkida ko'ryapsiz deb aytalayman aka. Buningdan keyingi ishlaringizdan texnik utuqliq, ma'nlik, baxtlik o'tishiga tilakdoshligimizni yana bir qatim bildiramiz aka. Rahmat. Endi buningdan keyingi vaqtlardami salomatli bo'lsangiz, cho'qim salomat bo'lishingizni oldin umid qilamiz. Salomatli bo'lsangiz to'xtab qolmaymiz, sohada xizmat qilib, bizga yangi filmlarni sunib turishingizni, o'sha ovozingizni bizning quloq tubimizdan faqat ayirmasligingizni chin ko'nglimizda umid qilamiz aka. Rahmat. Bek ta'sirlandim. Xalqimizning bizni hurmatlab, bizning mush ishimizni suyib anlig'iniga ko'pdan ko'p tashakkur etaman. Cho'lpan keldi programmasiga alohida rahmat aytaman. Bu programma nihoyat yaxshi bo'lyapti. Qolgan sonlarni ko'rib turyapman. Nihoyat yaxshi chiqyapti. Sizlarga ko'p rahmat. Davomli mushuni davomlashtirib turishinglarni umid qilaman. Rahmat aka. Rahmat. Xo'sh, programmamizda 2023-yillik tojdorligini Abida Biopan Texnik taraqqiyot cheklanish shirkati alohida qo'llagan. Issidingizmi? Amisa, Abida ichib boqamdiq. Salqin, limon yalpuzning chuchuk ta'mi. Vah! Keling. Ozodlikning huzurni tan suring. Goldan o'tgan sezim, bakpayzi. Bu yil yozda Abida sizga hamda. Çayda. Hay. Canapne boz. Mehmetcan qani? Men bu yerda. Sen benim iş qolsa? Abidan muzdakisi tekin feyzi. Bilmemse? Bilmaylik bo'shliq qilib ketamdi. Ya Abidan issiq ichib saqammi ya? Ben abidan muzdak turib muzdak ichib boqay deyman. Ulan muzdak bo'ldi. Sen? Abidani salsan oldi-ka? Suvoq ichib ketmasin. Qalay Abida soda suyuning lazzatini muzdek ichganda bilasiz. Ha, ben. Mal qani? Mana, mal. Avval tetib yiqishim kerak.
Yani şu gap ben sizge nurgun ketim dedim. Telefonda qayta tushundirdim. Nima tushunmaydigan siz deyman. Uning ustiga bu yerda tetib boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizoladigan tayyor tam ters qo'ldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushundiramadim ba. Ya. Sen de baka. Aşkım ben tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyordan tetib qildiruvchi qarab. Uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, istoliya cho'p qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, mana men buni kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Avval tetib baxmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Malbekni az qolgan. Ma'qul, og'zingni ichla. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshiroqman. Bu kalvala faslani davotiman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qildirni bir qatim tetib baqil. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyor tam. Oy, go'sht olganchaqlar bor. Ya, go'sht emas, Tangliyopinga payda qilgan mas'uliyatga oldim. O, Tangliyopinglab qoldimi? Bak diqqat qilslar. Bak to'qpoqi kasalkan bu. Qaynotamni mushkisallab qilib shu qilmagan dorimiz qolmadi. Ya, men emas, dadamga oldim. Bucho. Bravo. Qanshiklarni ko'vallatib, agashlik kasalliklarni oldin olgan, shunga ikki qop setib oldim. Oy, bunda qilsaqna. Abi hekim açık kav kapsülü. Ha. Uy, onda olsa ben qaynotamga ikki qop setib olay. Meni bir başlap basla. Bak yaman kella. Yaxshilikni bilib qol ha. Oy, sizlar degan doim shunday yaxshi mas'uliyat tutgan tuslar. Ma'qul, boshlab qo'yay. Manslar. Programmamızın riyasatçılarının kiyimini bo'lsa miras kiyim-kechak madaniyat şirkati alayda qo'llagan. Bu ulardan miras taqdak qomatga qiyas miras kiyimlari. Aka, yensa men shu oldi bilan salomat bo'lishingizni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Bundan keyin men boy dedim-ku aka. Cho'qim fursatli bo'lsa, filmlarga ovoz berib turing, bizga uchrashtirib turing, anglab turaylik aka, yo'qab ketmang. Rahmat. Bo'lsa sanlardimi, shunda programmalardimi ko'rib tursak xush bo'lamiz. Rahmat. Mengu salomat bo'ling aka. Endi shu uzun yillardan beri siz bizga xizmat qilib keldingiz ekran yuzida. Nurg'unlagan eslimalarimiz siz bilan bo'ldi deb esak tamamen baxtli aka buningga. Shaxsan men ashta deyalayman. Kichik vaqtlarimda tatib sizning ovozingiz bizga hamroh bo'ldi. Shuningga men shu rahmatimni bildirish uchun ham shundaqla ko'rinmalargini vakolatan sizniki mas'ullaringizga vakolatan bir chin ko'nglimizdan bir tashakkurimizni bildirish uchun shu programmamizningki rahmat lo'nqimizni sizga hadiya qilsak, yaxshi saqlag'aysiz, qabul qilasiz aka. Rahmat.